Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya yana Kurskda Koreya askarlaridan foydalanmoqda. Kiyev ma'lumotlariga ko'ra, bir necha hafta davom etgan tanaffusdan so'ng Shimoliy Koreya qo'shinlari yana Rossiyaning Kursk viloyatidagi faol jangovar harakatlariga qaytgan. Bu haqida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha ma'lum qildi. Kursk operatsiyasi hududlarida yangi hujumlar sodir bo'ldi. Rossiya armiyasi yana Shimoliy Koreya askarlarini olib keldi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Kursk yaqinidagi janglarda bosqinchilarning katta qismi yo'q qilingan. Gap yuzlab Rossiya va Shimoliy Koreya askarlari haqida ketmoqda. Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Kursk viloyatida 60 ming rossiyalik harbiy to'plangan. Ma'lumot uchun, 30 yanvar kuni Shimoliy Koreya qo'shinlari katta yo'qotishlarga uchragan. Kursk viloyatidagi front chizig'idan olib chiqib ketilgani haqida xabar berildi. Nashrning Ukraina va Amerika rasmiylari orasidagi manbalarga ko'ra, o'sha vaqtga kelib, Koreya harbiylari 2 haftaga yaqin davom etgan frontda ko'rinmagan. Eslatib o'tamiz, keyinchalik bu ma'lumotni Ukraina maxsus operatsiyalar kuchlari, shuningdek, Janubiy Koreya razvedkasi ham tasdiqlagan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisob-kitoblariga ko'ra, Kursk viloyatidagi Koreya kontingentining umumiy yo'qotishlari taxminan 4000 kishini tashkil etdi. Shimoliy Koreyaning 3 ta oddiy brigadasidan bittasi haqiqatga yo'q qilindi, ikkitasi jangovar qobiliyatini yo'qotdi.